tez gapirishga harakat qilaman, chunki vaqt ko'payib ketsa bo'lmayapti. Baluni ko'pchilik qanaqa qilib sotsa bo'ladi, ko'pchilikdan sotish muammosi bor deyapti. Gap bo'lishi mumkin emas. Sotish muammosining yechimi bor buni. Yechimi qanday? Yechimi baluni olasiz, misorovkadan o'tkazasiz, mushukni ko'rimini yaratasiz. U yog'ini endi o'zingiz sekin texnologiyasini qilib borasizlar. Keyingisi felesini olasizlar, misorovkadan o'tkazasizlar, to'rtburchak qolipga bosasizlar, ili avalniy qolipga bosasizlar, gamburger xonalarga, hot-dog xonalarga uni o'sha press formadan qiyma farsh bo'lgandan qiymasini uni yaqxonaga qo'yib qo'ygandan keyin u turaveradi. U hech qayerga aynib qolmaydi, hech narsa bo'lmaydi. Ulitlarga o'tkazasizlar. O'zbekistonda go'shtlar, hamma narsalar qimmat bo'lib ketyapti. Baliq bu juda ham arzon va tezroq yetishib chiqadigan, insonlarning suyagiga ham bu juda ham kerakli narsa. Bizani farzandlarimiz, ko'p farzandlarni oyog'i X obrazniy ili bundoq bo'lib tug'iladi. Nimani hisobiga? Agar eslolsangiz SSSRda fishni dem bo'lgan, o'sha ribni dem bo'lgan, balu yeyishgan. O'shaning uchun bizani oyoqlarimiz tekis, qo'llarimiz tekis, ko'zlarimiz zo'r ko'radi. Inshaalloh kelajakda avlodlarimizni ham baludan iste'mol qilsin. Bizning atrofimizda dengizlar yo'q, boshqa yo'q. Endi misol uchun mayt o'tgan balonni 12 oy yil davomida yesa bo'ladi. Hech qanaqa muammosi yo'q. Inshaalloh davay shu narsani bosinglar, mushukni ko'rimini yaratinglar, odamlarga o'sha narsani kakletini qilib beringlar. Sog' salomat bo'linglar. Keyingi video juda ham qiziq bo'ladi inshaalloh. Men charchab qolmayman ozgincha, men trakda ham yuraman, boshqa qilaman. O'shaning ming bor uzr, lekin hammaga atvet qilishga harakat qilyapman. Nima qilib bo'lsa ham, yozib bo'lsa ham harakat qilyapman. Hech qanaqa atvetsiz insonlar qolmayapti. Faqat negativlardan tashqari sog' bo'linglar.